Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar, aziz uy bekalari. Maxsus siz uchun Germanskiy Kercher Xitoydan keldi. Aytishingiz mumkin, akmal qo'ysangchi, bu Kercherlar bu Germaniyada chiqadi-yu deb turib. Agar xabaringiz bo'lsa, Xitoyda ishchi kuchi va elektr energiya soliqlari kam bo'lganligi uchun hamma o'zini zavodlarini to'g'ridan-to'g'ri Xitoyga ko'chiryapti va u yerda ishlab chiqarishyapti. Bu plisosimiz ham xuddi shu texnologiya asosida, nemislarda texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu plisosni akamizga zakaz qildik. U kishi akmal qanaqa plisosni maslahat berasan deyishdi. Shunday kirib Taobada plisos yozganimda mana shu ko'zga tashlandi, reklamalariga uchdim. Bu haqiqatdan ham shundaymi yoki unday emasmi? Hozir ko'rib o'tamiz. O'ylaymanki, bugungi videom sizga ma'qul keladi va bilaman, bu narsani narxi sizga qiziqtiryapti. Narxi esa videoning oxirida sizga aytib o'tamiz. Bu narsani hali o'zim ko'rganim yo'q. Siz bilan birgalikda unboxing qilamiz. O'z o'rnida bizni kargomizni reklama qilib o'tib ketaman sizga. Mana shu plisosimiz bizni kargomiz orqali naqd 15 kunga qolmasdan kirib keldi. Agar sizga ham Xitoydan xuddi bizga o'xshagan sizga ishonchli hamkor kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilasiz yoki bo'lmasam Telegramda Akex Cargo yozadigan bo'lsangiz, u yerda hamma ma'lumotlar sizga bor. Agar Xitoydan buyurtma qilmagan bo'lsangiz, u yerda darsliklarimiz ham bor. Bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bitta posilkangiz 10 kilodan oshadigan bo'lsa, individual tarifda hisoblanadi va qo'ldan kelgancha maksimal darajada hattoki 1 kilosini $5 sizga arzon qilib berishga harakat qilamiz. Endi esa ochishni boshladik. Uch xil pozitsiyasi bor edi. Biz eng krutoy pozitsiyasini tanladik. Mana ekranda ko'rsangiz bo'ladi. Bu pozitsiyasi boshqa pozitsiyalarga qaraganda filtrlari ko'proq edi. Agar filtrlar to'lib qoladigan bo'lsa va bu yerda qanday qilib topamiz degan savol tug'ilganligi uchun zapas bilan zakaz qilib qo'ydik. Oho, mana gap yo'q. Upakovkani ham boplab olishdi. O'zi korobkasi bor-ku, yana korobka ichida korobka deydi-ku. Tak, bu mana xuddi mashinalarnikidek filtri. Aytishiga qaraganda deyarli o'zidan keyin hech qanday chang chiqarmaydi. Juda ham ajoyib. Xuddi mashinani filtridek, bilmadim. Sizlarda ham xuddi shunaqasi bo'lgan bo'lsa yoki sotib olgan bo'lsangiz aytib o'tasiz. Bu filtrdan tashqari mana bunaqa qo'shimcha xaltachalarni berib yuborishgan. Bunday katta xaltani men hali ko'rmagandim. Juda ham katta. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Haqiqiy nemislarda sifati mana bu yerda mana yozib, hammasini ko'rsatib o'tgan. Bilinadi. Bir ajoyib narsa. Bular sekingina chekkiga olib. Mana bu yerda ham bizni mana bunday Kercher deb yozib kutib olinadi, olishyapti. Sekingina xaltasini qanday qilib yechamiz hozir. Kargoda yaxshi upakovka qilib jo'natib yuborishdi. Xitoydan shunga o'xshagan narsalarni xarid qilayotganingizga e'tibor berishingiz kerak. Agar u poddelka bo'ladigan bo'lsa,
mana bunday ochiqchasiga Kercher deb yozib qo'ymaydi yoki bo'lmasam Bosch, Siemens deb yozib qo'ymaydi. Poddelka bo'ladigan bo'lsa kichkinaroq, shuvabroq qilib yozib qo'yadi. Ana shunaqa tovarlardan siz ogoh bo'lishingiz kerak. Ochiqchasiga Kercher, Siemens deb turib Germaniyaning bayroqlarini qo'ygan bo'lsa, o'shandaylarni bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham bir kichkinagina lifehack sizlarga. Bu yerda modellar yozilgan. 220 voltda ishlaydi, 50 Hz, 1300 Watt deyapti. Lekin bizga 1500 Watt deyishgan edi. Endi bilmadim qandaydir modellari va boshqa narsalari. Mana bu yerda esa part nomerlari, manufactured US only. Xullas, yana nimadirlar yozilgan. Hajmi esa anchagina yengilgina. Bu yerda bizdan kichkinagina instruksiya kutib oladi. Albatta Xitoy tilida, lekin rasmlarga qarab turib bemalol tushunib olsak bo'ladi degan umiddaman. Tak, ketdik. Nasatkasi, bu nasatka orqali odatda mashinani yoki bo'lmasam burchaklarni qo'li o'tmaydigan joylarga ishlatsa bo'ladi. Keyin oyoqchalari, g'ildiraklari kichkina bo'lishiga qaramasdan og'irgina, juda ham sifatli ishlangan. Tak. Bu yerda bunday turbalari. Buni sekin chetga surib qo'yamiz. Tadan! Mana plisosimizni o'zi. Bundan tashqari bu yerda mana nasatkasi ham bor. Tak. Korobkaning ichida bo'ldi, ishtima qolmadi. Buni chetga surib olib qo'yamiz. Reklamasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, videosida buni ustiga odamlar chiqib turib, "Hey, sal qolyapti, o'yin o'ynayapti." Biz endi bunday qilmaymiz, lekin bir bosishimga qaraganimda plastiklari ham, turbalari ham hammasi baquvvat. Mana shunday katta ves bilan juda ham kuchli bosyapman. Tak. Knopkasi juda ham qulay. Haqiqatdan qo'limga olgandan keyin bir sifatli narsalarga bilinadi. Mana bu yerda havoni tortadi. Adashmasam bu yerda esa yo'q. Bu yerda havoni tortar ekan, bu yerda esa purkar ekan. Hali yana sinov tariqasida ko'ramiz. Ochib ko'ramiz. Ho. Mana ki filtri. Bu yerda buni ham menimcha mana bu yerdan, mana bunday yechilar ekanda almashtirilsa bo'ladi. Demak, simi anchagina uzun. Mana perxodnik qo'yishga to'g'ri keladi. Bizda muammo emas, hozir ko'rsatamiz. Arzimaydigan bir 5000, 10000 so'm turadigan, lekin sifatlisidan qo'yishingiz kerak bo'ladi, chunki bu anchagina kuchli. Tak. Buning ichida bizga shlanglari, qo'shimcha yana bitta nasatka. Buni ham qanaydir o'zini funksiyasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu gilamlar uchun mo'ljallangan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Bilsangiz kommentariyada yozib o'tasiz. Bundan tashqari mana bu yerda yana unaqa nasatkasi bor edi. Bu ham anchagina katta. Mana bu gilamlarga bo'lsa kerak. Mana bu odamda shotkasini chiqaradi va yaxshigina tortish kerak bo'ladi. Tak. Mana bu yerda yana qo'shimcha xalta. Bunisi esa qog'ozli ekan. Kattagina. Buni xaltalarni ko'rmagandim. Tak. Mana nerzayka. Qalingina, haqiqatdan yaltirab turibdi, bir ajoyib. Endi esa testimizga o'tamiz. Endi zamokli. Qani? O'chirindi. Turib, uchirib yuboryapti. Distansiyani qaranglar, kattaligini. Shunchalik darajada kuchli turkayapti. Mana buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Shu hamma narsani uchirib yubordi. Shunchalik darajada kuchli.
Bu orqali bilmadim, tashqari gazonlardagi barglarda, xazonlarda olib turib bemalol purkab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoki bo'lmasa mashinangizda yuvganingizdan keyin quritish kerak bo'ladigan bo'lsa, lattalarsiz mana shu orqali bemalol purkab quritib olsangiz bo'ladi. Juda ham kuchli ekan. Haqiqatan bilmadim qanday bundan boshqani ko'rsatish kerak, lekin juda ham kuchli purkayapti. Endi tortishini ko'ramiz qanday. Reklamada agar ko'rgan bo'lsangiz, mana shunday katta 20 litrli plastik qutini xuddiki bir kichkinagina baklashkaga o'xshab ezib tashlaydi. Buni bilmadim. E'tibor berasizlar, mana qalay bularga kuchim yetmayapti. Bu qattiqroq. Bundan bo'shlari ham bo'ladi, lekin bu aynan qattiq. Ko'ramiz, qani xuddi o'shanday qila oladimi, yo'qmi? Bismillah. Pachag'ini chiqarib yubordi-yu, bilmadim endi to'g'risini aytsam, bundan boshqa test qilishga hech qanday bir hojat qolmadi. Nima deb o'ylaysiz? Tak, aziz do'stlar, mana hozir birinchi testimizda latta, qani qanday tortishini ko'ramiz. Torta oldi. Gap yo'q. Bu quruq latta edi. Keyingisi esa mana nam latta, bu anchagina og'ir bo'ladi. Tort ketdi. Tort ketib qoldi. Qani hozir ko'ramiz. Mana. Marhamat. Nam lattani shunday tortib ketib qoldi. Aziz do'stlar, to'g'risini aytsam, men hozir tashqariga chiqib toshlarni yoki bo'lmasa boshqa narsalarni ham sinov o'tkazmoqchi edim, lekin bunday qiladigan bo'lsam, pilisos salgina ishlatilganday bo'lib qoladi va egasini anchagina g'ashiga tegishi mumkin. Shuni hisobiga men o'ylaymanki, bu pilisos haqiqatdan mana shu pastdagi narxiga arzidi va sizga sodiqlik bilan ancha yillar xizmat qilib beradi. Agar videomizni shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, yetib keldim, albatta xarid qilaman. Agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam yo'q, bundan yaxshisi bor deb turib izohlarda o'z fikringizni yozadigan bo'lsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal Uz jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.